Sutimizni iltib oldik. 1-2 qoshiq o'simlik yog'i solaman. Ko'p solmaylik, xamir mo'rtroq bo'lib qoladi. Mana tuz, ozgina droji aralashtirib, sutimizni iltib olganman. Un solib xamir o'rtacha yumshoqlikda mana xamir qilamiz. Xamirimizni ko'pitib o'tirmaymiz. 5 minut tindirib olib yoyishni boshlaymiz. Xamirimizni mana 5 minut tindirib oldim. Endi 2 bo'lib zuvalachalarni qilib olamiz. Har bir zuvalamizni yupqa qilib yoyib olamiz. Mana xona haroratida eritib olgan saryog'imizni suramiz. Surganimizdan keyin ustidan ko'k piyozimizni sepamiz. Ustidan ikkinchi xamirimizni ham yoyamiz va bunisini ham sariyog' surib chiqamiz. Ingichka qilib kesib olamiz. Tortib o'rab olamiz. Yoyishga oson bo'lishi uchun qancha kerak shuncha ingichkaroq kesib olish kerak. Kelgan joydan ikkinchisini ham davom ettirib ketaveramiz. Qo'limizda mana bunaqa qilib kengaytirib ochib olamiz. Xohlasangiz juvalashtirsa ham bo'ladi, lekin menimcha qo'lda qilgan yaxshiroq bo'ladi. Quruq tovaga solib pishirishni boshlaymiz. Bu tarafini ag'darib, ozgina yog'lab olamiz.